Sizni bu yoqqa nimaga olib kelganimizni tushunayotgandirsiz? Men aytdim-ku, aka sizga adashyapsizlar. Men qilganim yo'q bu narsani. Aybingizni tan olishdan boshqa ilojingiz yo'q. Chunki o'lgan ayolning kvartirasini hamma yoqda sizni barmoq izlaringiz. Uyingizda, o'zingizda uni qon dog'lari. Uni tirnoq ostlarida esa sizni DNKingiz aniqlandi. Bu qo'lingizdagi tirnoq izlari ham yangi menimcha. Men yana aytaman aka, menga telefon keldi. Bordim, kapelnitsani qo'ydim, keyin qo'rqqandan o'zi baqirib yubordim. Keling siz bilan boshdan bir narsaga kelishib olsak, ruxsatingiz bilan. Agar tergov paytida biz bilan hamkorlik qilsangiz, jazoni biroz yengillashtirishimiz mumkin. Men qilmaganman bu narsani aka.